Assalomu alaykum. Instagram podpischilar, yaxshimisizlar? Kechqurun mana bugun Toshkent shahar Chilonzor C kvartalidagi oqshom choyxonasi, tabiiy choyxonadan bitta sizlarga obzor. Mana bu o'rtadagi suv, butun o'rdan suvi kelib oqadigan joy. Atrofda aynalasiga tapchanlar qilingan. Tapchanda kelib bemalol dam olsangiz bo'ladi. Daraxtzorning ichi. Yozga juda ham salqin joy. Mana bu yerda bizni ulfatlar o'tirishibdi. Bugun shashlik xo'rlik qilyapmiz. Va mana bu yerda mana Mardon do'stimiz shashlik taqlayapti. Mana bu yerda Azamat degan yigit mana shashlik pishiryapti. Shashligimizda tayyorlanish jarayoni mana bunaqa bo'ladi. Qo'lbola va pishgan shashlik mana bunaqa. Endi shashlikni prosta nima qilish kerak? Yeyish kerak. Maza qilib haqiqiy ko'mirga tayyorlangan. Ko'mirlarimiz ham juda ham ajoyib tayyor turibdi mana bu yerda. Mana Azamat degan yigitimiz, ukamiz mana shu shashlikni tayyorlayapti. Bugun choyxona qilishgan ekan, qo'ymay chaqirishdi. Abdumajid aka keling, uyga keling, bu yoqqa keling dedim. Aytdim, yo'q, choyxona qilsalaring boraman dedim, choyxonaga chaqirishdi mana. Bugun mehmondorchilikdaman. Yigitlar bugun maza qilib dam olishyapti. Tabiiy choyxona, hech narsani o'ylamaysiz. Kelasiz, o'zingiz tayyorlab, o'zingiz pishirib, maza qilib do'stlaringiz bilan davrada suhbat qilib ketasiz. Hamma tomonda vodoprovodlar bor. Endi e'tiborga olmaysiz. Hozir kuz fasli, qish fasli, barglar yerga tushib boshlagan. Ko'p joylar barg'ozon. Bekorga buni aytmayapman, sababi suv ichiga ham daraxtdan tushgan hamma qurigan barglar mana shu suv yuziga tushib qolibdi. Buni har 2 kunda 3 kunda setka bilan tozalashadi. Va bu tarafda uzunasiga so'rilar qo'yilgan. So'rida maza qilasiz. Yana sizlarga ozgina bitta joyini ko'rsatmoqchiman. Bu uzoq vaqt bo'lib ketdi. Ichkarida qozonlar bor.